Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Bugun biz buyuk mutafakkir, so'z mulkining sultoni, o'zbek adabiy tilining asoschisi Hazrat Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligini katta hurmat va faxr bilan nishonlaymiz. Alisher Navoiy o'zining bebaho asarlari orqali insoniyatni ezgulikka, adolatga, ilm va ma'rifatga chorlagan. U nafaqat shoir, balki davlat arbobi, faylasuf va xalqparvar inson sifatida tarixda o'chmas iz qoldirgan. Navoiy bobomiz tilga e'tibor, elga e'tibor deya ona tilimizning qadrini ulug'lagan va uni yuksak darajaga ko'targan shaxsdir. Alisher Navoiyning tarix va bashariyat oldidagi ulug' xizmatlaridan biri shundaki, u adolat tuyg'usini har bir inson, har qaysi xalq va millat intilib yashaydigan oliy mezon darajasiga ko'tardi. Odamzodni hayotda adolatni qaror topishiga, uni asrab-avaylashga chorlab o'tdi. Orazin yopg'och ko'zimdan sochilur har lahza yosh, bo'ylakim paydo bo'lur yulduz nihon bo'lg'och quyosh. Muhabbat dog'da farhod kesar toshlarni g'ayratdin, nechun kim ishq yo'lida ul kamar bog'labdi hikmatdin. Chekib zahmat ariq ochmish qilib sahroni obod ul, go'zal shirin uchun marg'ub etib tur qasr bunyod ul.